Doktor Ali shoylarini birinchi bo'lib asabni ishlantirar ekan. Ikkinchidan davlinani normal holatga keltirar ekan. Uchinchidan ovqat hazmini yaxshilar ekan. To'rtinchidan uyquni me'yorlashtirar ekan. Sumbul shifo dorilarini ichib ko'rdim. U yurakdagi barcha nuqsonlarni bartaraf qilar ekan. Shuni o'zimda sinab ko'rib, tajribadan o'tkazdim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hamshaharlar. Mana men Murodov Saminjon, O'zbekiston tumani Sinor qishlog'idanman. Men mana shu Doktor Ali klinikasini 5-6 yildan beri mijoziman. Mana men sheka kelib, kam bo'lganim yo'q, Xudoga shukr. Doktor Ali shoylarini ichib shifo topyapman. Doktor Ali shoylarini birinchi bo'lib asabni ishlantirar ekan. Ikkinchidan davlinani normal holatga keltirar ekan. Uchinchidan ovqat hazmini yaxshilar ekan. To'rtinchidan uyquni me'yorlashtirar ekan. Endi sumbul shifo dorilarini ichib ko'rdim. U yurakdagi barcha nuqsonlarni bartaraf qilar ekan. Ana undan keyin Doktor Ali kompleksini ichib ko'rdim. Doktor Ali kompleksi ham odamga quvvat bag'ishlab, vitaminlar bilan boyitar ekan. Shuni o'zimda sinab ko'rib, tajribadan o'tkazdim. Endi yana sog'lig'imda juda ko'p muammolar bor edi. Rohat kompleksini ichyapman. Uni ham hozir bitta ichib ko'rdim. Tabiiy giyohlar sekin-sekin astalik bilan davolaydi ekan. Shuni men tajribada ko'rdim, sezdim. Endi shu rohat kompleksini endi ikkinchisini olib ketib ichmoqchiman. Doktor bilan maslahat bo'lay deb keldim shunga. Hammalarga rahmat, omon bo'linglar, hamisha sog'lik, salomatlik bo'lsin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.